yordamchisi yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi sizning masala? Go'sh. Ha, o'sha kun sizning masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlar kiryapti. Ha, kirganda yomon kiryapti. Qog'oz ber, qog'oz. Ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kechganmidi sani? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi? Bloknotga yozgandingiz. Sizning masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham Yomon yonyapti lekin. To'g'risini ayt, qancha berib kirgansan ishga? Mulla aka, biz zakaz nima bo'ldi? Nima edi san zakazing? Yerda o'lsin. Menga svet ham kerak emas, gaz ham kerak. Chotka yer topib beringlar, iloji bormi? Endi yaxshi yer kelmadan hali. Hech chiqmayapti. Yuqoriga zakaz berganmiz. Yaxshi kelsa aytamiz. Xo'p, singilcha. To'xtanglar. Mana o'sha bloknot Toshmat tualetdan chiqdi. Bu bloknotga ishonib qovurmanglar. Mana 15-yanvardan boshlab aholi va qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatga olish boshlandi. Nima qilib beradi uning? Mana senga bog'cha yetishmayaptimi? Shuna oilaviy ahvolingda nechta bolang borligini kiritasan, yetishmayotgan joylarga bog'chalar quriladi. Mana seni go'sht problema qilayotganingni, qancha yering bor, nechta moling bor, shuni kiritasan, shunga qarab masalalar ko'rib chiqiladi. Mana rivojlanayotgan davlatlar ham har 10 yilda mana shunaqa ro'yxatdan o'tadi. Sizlar ham onlayn ro'yxatdan o'tinglar. To'xtanglar. Yer nima bo'ldi, topib bermaysizmi? Ana ketasinglar. Hozir yurtimiz bor-ku, rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymiz, senga er qidiramiz, xo'pmi? Yer nima bo'ldi? Enangni eri bo'ldi. Yerchi. Ershab o'l. Bir nima qilinglar mana uni. Yer kerak. O'l.